Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun tuxum iste'mol qilish to'g'risida qisqacha suhbat olib boramiz. Odamlar orasida go'sht, tuxum iste'mol qilmasa kasal bo'lib qoladi degan tushuncha bor. Endi go'sht to'g'risida vegetarianliklar, ya'ni go'sht iste'mol qilmaydigan insonlar ham sog'lom bo'ladi, yana farzandlari ham bor. Bu ma'lumot Oker, Lecheniya sirim ovocным sokом 1990-yil 20-betdan olingan. Vegetarianliklarda jigar o't qop tosh kasalligi, qon bosimini oshishi yoki boshqa kasalliklar kam uchraydi. Xohlovchilarga kanalimizda go'shtni o'rni bosuvchi mahsulotlar haqida ma'lumot berilgan. Endi tuxum haqida suhbat olib boramiz. Birinchi, pishirilgan tuxum tarkibidagi oqsillar 60 gradusda parchalana boshlaydi. Vitaminlar esa 56 gradusda parchalana boshlaydi. Demak, pishirilgan tuxum tarkibidagi vitamin va oqsillar miqdori kamayib borishi hisobiga tuxumda ham foydali xususiyati kamayib boradi. Ikkinchi, demak, tuxumga nisbatan vitaminlarga boy bo'lgan mahsulot, misol uchun sabzi, smorodina, olcha, olxo'ri va hatto bularni quritilganini iste'mol qilsa, vitaminlarni organizm ko'proq qabul qiladi. Uchinchi, tuxumni pishirganda tarkibidagi almashtirib bo'lmaydigan oltingugurt saqlovchi aminokislotalardan sistin, sistinin, metianin 80-85 gradusda parchalana boshlaydi. Demak, pishirilgan tuxumni foydasi kamroq bo'ladi. To'rtinchi, o'rik danagi va yong'oq, chesnok, piyoz tarkibida ham sistin moddasi bor. Metianin esa o'rik danagi, yong'oq, loviya tarkibida bor. Demak, yong'oq, o'rik danagini iste'mol qilsa, tuxumga nisbatan ko'proq sistin, metianin iste'mol qiladi. Beshinchi, fosfolipid hisoblanmish lechitin issiqlik ta'sirida parchalanishi hisobiga tuxum tarkibidagi xolesterin va lechitinni bir-biriga bo'lgan balansi buziladi. Xolesterinning miqdori oshib ketishi organizmga ziyonligini hamma yaxshi biladi. Misol uchun, jigar o't qopida tosh hosil bo'lish jarayoni kuchayish ehtimoli bor. Oltinchi, makajo'xori tarkibida ham lechitin bo'lib, makajo'xori jigarda tosh hosil bo'lishini oldini oladi. Demak, tuxumga nisbatan makajo'xori foydaliroq hisoblanadi. Yettinchi, xom tuxum iste'mol qiladigan bo'lsa, tuxumdagi antitriptaza moddasi tripshinni ta'sir kuchini pasaytirgani uchun tuxum tarkibidagi oqsillar yaxshi parchalanmaydi, ya'ni xalq tilida hazm bo'lmaydi. 8. Yana tuxumda allergiya chaqiruvchi moddalar bor. 9. Tuxumni saqlash muddati 5-7 kun, xolodilnikda esa 30 kun. Hech kim tuxumni xolodilnikda asrab sotmaydi. Demak, sotib olingan tuxumni foydali xususiyati qisman bo'lsa ham kamayib ketadi. 10. Tuxum tarkibidagi oqsil moddalarini meva sabzavotlardan ham olish mumkin. 11. Oqsil moddalari no'xatda, yong'oqda, yer yong'oqda, o'rik danagi va boshqalarda bor. Demak, bular ham tuxumni o'rnini bosa oladi. 12. Termik ishlov berilgan, ya'ni pishirilgan mikro va makro elementlarni organizm o'zlashtirishda ko'p energiya sarf qiladi. Demak, tuxumni tarkibidagi mikro va makro elementlarni o'zlashtirish uchun organizm qo'shimcha kuch sarf qiladi. 13. Meva va sabzavotlarni tarkibidagi mikro va makro elementlarni o'zlashtirish uchun ortiqcha energiya sarf qilmaydi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Yuqorida berilgan ma'lumotlardan shunday xulosa qilish mumkinki, go'sht va tuxum mahsulotlarini o'rnini bosadigan tabiiy mahsulotlar ham bor. Go'sht,
tuxumni ko'proq iste'mol qilsa, kasallik chaqirishi mumkin. Lekin tabiiy mahsulotlar, misol uchun yong'oq, magiz, o'rik va uni danagi, makkajo'xori va shunga o'xshashlarni har kuni iste'mol qilgani bilan inson kasal bo'lish o'rniga immuniteti oshadi. Demak, har kim imkoniyatiga qarab har bir narsani iste'mol qilgani yaxshi. Imkoniyati bo'lsa, go'sht, tuxum olib iste'mol qilishdan hech kimni qaytarmaymiz. Yuqorida berilgan ma'lumotlardan har kim o'zi xulosa chiqarib olsin. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Tuxum to'g'risidagi ma'lumotlarni Struxin Как правило питаться 1986 yil 118-bet, Mikhailov Kultura питания и здоровье семья 1987 yil 130-bet, Stalmakova Популярное питание 1989 yil 73-bet va boshqa kitoblardan foydalandik.